yaxshiroq. Kiyovlar. Aynan ay. Oylikni olib chiqinglar, oylikni. Voy, meni kichkina kuyovimdan. Bol, erkalanmang. Xo'sh, oyligingizdan nima olib beray? Endi adajon, ichki yo'lga ham mashina kerak, ham uy kerak deganlaridek. Cho'zilmay, shapa ayting, nima olib beray? Endi sinfdoshlarim meni rosa izdivatsiya qilishyapti. Yo'q. Shu uyga chaqirmoqchi edim, adajon. O'zingiz yaqinda kuyov bo'lib tushgan bo'lsangiz, o'rtalaga balo bormi? Undan ko'ra qisib o'tiring, o'rtaq. Shunaqa qilsangiz ketib qolaman. Voy, qayerga ketib qolasiz? Oyimnikiga. Oyizam katta qilib ochib kutib o'tirgan bo'lsa kerak, darvozasini, ha? Voy, meni multfilm kuyovimdan. Qani, barsetkani oching, ichidigini choching. Endi Uyalmang. xijolat bo'laman dada. Ya, mana yerda rezinkasi bor. Kelvin Klein deb yozilgan. Siz undan ko'ra kuyov bola, tug'ing. Tug'diring. Xo'sh, kuyov bola, oyligingizga nima bering? Endi adajon, menga hech narsa kerak emas. Shu qizingizga tug'ilgan kuniga bir qarishli kabluk tufli olib beray deb o'tdim. Bizda xonadonga 150 kiloli bitta kabluk yetadi.